Salom aziz do'stlar, ismim Asfanjar Ibragimov va siz ushbu video orqali valyuta juftliklari va ularning turlari haqida bilib olasiz. Moliyaviy bozorlarda savdo instrumentlari ko'pchilikni tashkil etadi. Masalan, fond birjasida qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilinadi. Ularning ichiga aksiyalar, obligatsiyalar, davlat obligatsiyalari, veksellar va boshqa qimmatli qog'ozlar kiradi. Xomashyo birjasida esa turli mahsulotlar, bug'doydan tortib neft, tilla va boshqa xomashyolar bilan savdo qilinadi. Jahon valyuta bozoriga keladigan bo'lsak, u yerda turli davlatlarning valyuta pul birliklari bilan savdo qilinadi. Demak, valyuta bozorining savdo instrumentlari bu valyutalar va ular valyuta juftliklari ko'rinishida taqdim etiladi va o'zaro ayirboslanadi. Endi valyuta juftligi tushunchasi va uning turlarini ko'rib chiqamiz. Valyuta juftligi bu o'zaro munosabatga kirishgan ikkita valyuta bo'lib, valyutalarning qisqartirilgan nomlari bilan ifodalanadi. Misol uchun, AQSh dollari va o'zbek so'mi qatnashgan valyuta juftligi USD UZS ko'rinishida ifodalanadi. Valyuta juftligida birinchi bo'lib kelayotgan valyuta baza valyutasi deb nomlanadi. Ikkinchisi esa narxlovchi valyuta hisoblanadi. Boshqacha, oddiyroq qilib aytganda, birinchi valyuta tovar, ikkinchi valyuta esa ushbu tovarni baholovchi pul birligi hisoblanadi va bu ketma-ketlik o'zgarmaydi. Valyuta juftligining yonidagi raqamlar esa valyuta kotirovkasi deb nomlanadi. Valyuta kotirovkasi bu bir valyutaning ikkinchi valyutada ifodalangan qiymati hisoblanadi. Ya'ni birinchi bo'lib kelayotgan baza valyutasining ikkinchi valyuta, ya'ni narxlovchi valyutasida ifodalangan qiymati. Valyuta kotirovkasi doim ikki xil bo'ladi: ASK va BIT kotirovkalar. ASK narxi bu bozor ishtirokchisi valyutani sotib olishi mumkin bo'lgan narx. BIT narxi esa bozor ishtirokchisi valyutani sotishi mumkin bo'lgan narx. ASK narxi doim BIT narxiga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. ASK va BIT narxlari orasidagi tafovut esa spread deb nomlanadi. Brokerlar spread evaziga daromad oladilar. Valyuta juftliklari 3 xilga bo'linadi. Bular to'g'ri, teskari va cross valyuta juftliklaridir. Agar valyuta juftligi tarkibida AQSh dollari birinchi bo'lib kelayotgan bo'lsa, demak bu to'g'ri valyuta kotirovkasi hisoblanadi. Bunda bir AQSh dollarining ichida boshqa valyutaning miqdori qanchani tashkil etayotgani ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, USD UZS 9450.50 kotirovkasi bir AQSh dollarini 9450 so'mu 50 tiyin evaziga sotib olish mumkinligini anglatadi. Agar valyuta juftligi tarkibida AQSh dollari ikkinchi bo'lib kelsa, demak bu teskari kotirovka hisoblanadi. Bu holatda esa boshqa valyuta birligining ichida qancha AQSh dollari mavjudligi ko'rsatiladi. Teskari kotirovkada odatda Britaniya funti, yevro, Avstraliya hamda Yangi Zelandiya dollarlariga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, GBP USD 1.7500. Bir Britaniya funtini sotib olish uchun biz 1 dollaru 75 sent to'lashimiz kerakligini ko'rsatadi. Kotirovkalarning 3-chi turi bu cross kurslar. Biz valyuta kurslarini faqatgina dollarga nisbatan hisoblashga odatlanganmiz. Lekin shunday valyuta juftliklari ham mavjudki, ularning tarkibida AQSh dollari ko'rinmaydi. Lekin u cross kotirovkani hisoblashda 3-chi valyuta sifatida ishtirok etadi. Masalan, Euro JPY kotirovkasi hosil bo'lishi uchun biz asosiy valyuta juftliklarini, ya'ni cross kurs tarkibidagi valyutalarning dollarga nisbatan kurslarini bir-biriga ko'paytirishimiz lozim bo'ladi. Bizning holatda asosiy valyutalar bu Euro USD ning kotirovkasi 1.1100 va USD JPY 106.39. Cross kurs hosil bo'lish uchun biz Euro USD kotirovkasini USD JPY ning kotirovkasiga ko'paytiramiz. Natijada hosil bo'lgan qiymat Euro JPY ning cross kursi hisoblanadi. E'tibor bering, bizning holatda ikkita valyuta juftligi turli, ya'ni to'g'ri va teskari kurslardan iborat. Bunday holatlarda doim ko'paytiruv orqali cross kurs hosil qilinadi. Agar ikkita valyuta juftligi bir xil bo'lsa, u holatda bo'luv amali qo'llaniladi. Masalan, Euro GBP cross kursining asosiy valyutalarining ikkalasi ham bir xil turdagi kotirovkalar bo'lib, ularning ikkalasi ham teskari kotirovkalardir. Bu holatda biz Euro USD bo'luv GBP USD formulasi orqali Euro GBP ning cross narxini aniqlaymiz. Yuqorida keltirilgan formulalarni savdo terminalingizning obzor rinka ro'yxatidagi valyuta kotirovkalarida mashq qilib hisoblab ko'rishingiz mumkin. Ushbu oynachani savdo terminalida ochish uchun Ctrl+M kombinatsiyasidan foydalaning. Mana, valyuta juftliklari haqida ham bilib oldik. Keyingi darslarga qadar xayr.